Hozir o'rtoq chiqmoqman. Mana qara, kiyotganimni bilib tursan, chiqib turmaysan ko'chaga. Uzr o'rtoq, deganingni bildim. Onam bilan menga gapiryotgandilar. Gaplarni bo'lib chiqib ketmay dedim-da. Bo'pti. O'tir ketdi. Mana qara, sekiroq yop eshikni. Uzr, sekiroq yopaman deyapman. O'rtoq, keldim. Chiqasanmi? Hozir endi turdim. 10-15 minutda chiqaman. Bo'ldi, bemalol. Turaman. O'rtoq, shunda orqaga o'tir. Yo'lda Sardor bilan gaplashib ketadigan temam bor. Faqat noto'g'ri tushunma, og'ayni. Xo'p. O'rtoq, sen o'tir. Voy uzr, ishingni qattim yopib bordim. Ne uzr deysan o'rtoq? Temir-ku. Hayda ketdik. Odam chanqab ketdi-ku, chetroqqa to'xta, bitta suv ichamiz. O'rtoq, noto'g'ri tushunmasang, shunda magazinga chiqib, bitta suv ichardi, odam chanqab ketdi. Menga qara, nima indamay turibsan? Haligi anu yonimda pulim yo'q edi. Sandaka bolalar o'zi hamma klubda bor. Kecha choyxonaga borgandim. Kursdoshlarim orasida ham bitta sandakasidan bor. Senga gapiryapti, nima indamay turibsan, gapir. Pul gapirgan joyda cho'mchagi bo'sh odam gapira olmas ekan. Kerak bo'lsa eng yaqin do'stlaring ham pulingga, mansabingga qarab muomala qiladigan bo'lib ketibdi. Pulim yo'qligiga gaplarim g'alati eshitilyapti. Ikkalovingizni tirishgan bashiringdan bilinib turibdi. O'zi shunaqa ekan. Bu hayotda yoshingdan katta bo'lgan og'aylaringga ozgina Allohdan kelib, cho'mchaging bo'sh bo'lib qolsa, gapirayotgan gaping ham o'zing ham yoqmay qolayotgansan. Gaplarim to'g'ri bo'lsa to'g'ri deb yozinglar, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri. O'zgarmalaring ertaga kim bo'lishida faqat Alloh biladi.